1-2 yil. Ya qo'ysin kiyma. Ya qo'yib ichaversin. O'zi hammasi tekis bo'lgan. Ya lekin Sardor qorani olib kelsang seni kechiradi lekin. Haqiqatda. Men mana uni qidirib ketdim o'zi Dubayga deysan. Seni affetadi, Bir qoshiq qoningdan kechadi, anu kerak bo'lgan. Buni olib borib tutib beraymi? Qori o'ylayapti hozir. Bugun kechqurun sibatsa bo'lish kerak derdi. Qori yaxshi bo'ladi, bu ham bilat. Hozir Koreyaga qaytasanmi qori yana? O'zbekistonga qaytamiz. Rostdan O'zbekistonga yaxta sen vitnachitilistda oluvdingki qaytsang bo'lmaymi? Bo'ladi, nimaga bo'lmaydi? Bemalol. O'zbekistonga boraman deyapti. O'zbekistonga bir borib kelaylikchi, nima bo'ladi ekan qani? Hech nima bo'lmaydi. Hech nima bo'lmaydi. Hammasi vahima qilyapti, masalan, rasmlarni qo'yib, hech nima bo'lmaydi. Hech qayerda rasming yo'q. Gapi dindan boshqalari ham. O'zbekistonda sen qidiruvda bo'lganingda seni o'sha ommaga axborotlarga chiqaradi, mana savdoga chiqardi-ku mana. Men qidiruvda emasman, Yo'q, sen qidiruvda emas, seni ommaga olib chiqdik-ku bular. Buni ham ommaga. Buni endi azda aytmoqchi bo'lgani, mana shu qora taxallusidagi bir bola deb ommaga chiqaraydi. Agar sen qidiruvda bo'lganingda seni 1 minutda tovib kerak bo'lganingda. Koreyadan o'qib yutqizdingmi sen bugun batini? Raund yutqizdim. Yana son bordim. Qozoqlarga ertaga revansh bo'ladi. Uchun yutqizding. Ay sharmanda bir. Kim bilan o'ynabdi? Men uxlab qolibman-da, biladi. Ertaga soat 8 da revansh bo'ladi. Birodarlar, kirasizlar degan umidda 3000 ta odam bilan qo'yganimni qara. Men uxlab qolibman-da, bilan. Men o'zim yutib beradim. Shot necha bo'ldi? 3-0. Yo'q, bunday katta shot bo'lib ketgan yo'qmi? 500. Yo'q. Jam chekatdaman. Necha shot bo'ldi? 70-80 100 ga yaqin. O'yini ekan-da, biladi. Unasin sizlar. Raundiga bittadan shir ursam ham 3 ta raundda 3 ta shir bilan oldi. Ertaga revansh 8 da. Salomat O'zbekistondagilarga. Aziz qarindorlar, qora aka tanisizlar. O'zbekistonga jo'natyapman. Agar O'zbekistonga qonunning oldida o'z oyog'i bilan javob bergani o'zi ketyapti, xohishi bilan. Nimadirlar bo'lib qolib, yo'q bo'lib qolsa qo'yaman. Shundayda gaplarim chiqadi. Akalarim, opalarim, singillarim, Allohning uyidan mana to'g'ri O'zbekistonga ketyapman. Qilgan ishlarimdan juda qattiq pushaymonman. Borib endi qochib yurish maqsadida emas, to'g'ri o'zim oyoqlarim bilan borib qonunning yonida ham javob berishga tayyorman. Qonundan bitta narsani so'rab qolaman, yengillikni. Va agarda mabodo agarda yo'q bo'lib qolsam, mana shu 1-2 kunlarda ichida mana shu videoni Sardor aka qo'yadi, tarqaladi shu video. Shuning uchun o'zbek olinyapti. Agar 2 kun muhlat O'zbekistonga e'tibor video qo'ymasang, mas video qo'yaman. Bor. Salomat, yaxshi bo'lingansan. Kamchilikka uchrashdim. Do'stlar, like bosib, mana tarqatib qo'yinglar. Qorin oldiga keldim, mana sen aytding. Ertalab 11 da tushib kelaydi. Men Toshkentda o'tiribman, hali ham chiqmadi, aeroportdan chiqmadi. Sardor aeroportdan chiqmadi. Raza kutib o'tirdim aeroportda. Aeroportdan chiqmadi. Sardor xullas tamom qorini olib ketishdi aeroportda o'zida ham. O'sha soat mana bilan 7 bo'yapti, pashti 6 bo'yapti.